Aynan Gazprom servisda Damas hamda Labo mashinalariga 4-paketni qo'yayotganligimizga ko'pchilik ishonmagan edi. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu safar detalma-detal ko'rsatib berishga harakat qilamiz. To'g'ri, siz hayolingizga kelishligi mumkin. Bu qanday? Karburator mashinaga injektor qo'yib bo'lmaydi deb. Lekin bizda iminnoy mashinalarda karburatorlar uchun o'ziga xos ravishda blok upravleniya olib keltirilganmiz. Bu degani Damas va Labolarga albatta o'ziga xos qilib qo'yib beryapmiz. Siz bilgan qolgan mashinalarda qanday to'rttalik injektor bo'ladigan bo'lsa, bularda ham xuddi shunday. Damaslarda 3 talik bo'lganligi uchun 3 talik injektor, 4-paketni reduktori, 4-paketni blok upravleniyasi albatta bo'ladi. Hatto ko'rsatib turadigan datchilarigacha qo'yib berganmiz. Bu balon turgan joyi metanda ham, propanda ham albatta shu joyga qo'yiladi. Xoh 3 bo'lsin, xoh 4 bo'lsin, albatta shu joyga qo'yiladi. Lekin sizga ko'rsatadigan narsa bo'lmas. Kerak. Siz aytgan o'sha injektorlar qayerga qo'yilganligiga qiziqayotgan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin. Akkuratni qilib 3 talik original Real Italianskiy injektordan qo'yib berganmiz IG1 modeli. Bu degani albatta 4-paketeniyada foydalanilsa bo'ladi. Albatta Labo mashinamiz 4-paketeniyada yuradi. Bilasiz, Gazprom servis sizga har doim eng yaxshisini ravo ko'radi. Xizmatda bo'yicha nomer qoldiramiz. Aytgandek, kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.